Mana bunaqa musiqa asbobini ishlatganlar bormi yoshligida? Juda ham ajoyib, juda chiroyli. Bu shunchaki dekoratsiya uchun qo'yilgan. Yon atrofidagi shakllarga, elementlarga e'tibor beringlar. Juda chiroyli, juda ajoyib, juda go'zal. Dubay markazidagi Ellington Properties quruvchi kompaniyasiga tegishli ushbu proyekt Show Apartmentdaman ko'rishingiz mumkin. Juda ham yuqori sifatdagi quruvchi hisoblanadi. Mana bu yoqda oshxona. Bu yerda meni e'tiborimni tortgan jihatlardan biri mana bu yoqda sovunlar yoki machalka shunga o'xshagan mana bu yerdagi oshxona uchun qo'llaniladigan narsalarni mana shu yerga joylash mumkin ekan. Har holda yon atrofga qo'ygandan ko'ra juda ham ajoyib ijodkorlik bilan yondashilgan. Bundan tashqari esa mana bu yoqda yuvinish xonasi ham juda ajoyib. Va e'tibor bering, mana bu shishali. Zo'ra. Va xuddi shuni yonginasida mana bu yoqda yotoqxonamiz joylashgan. Ertalab uyg'onishingiz bilan, demak sizni mana bunaqa go'zal, chiroyli manzara qarshi oladi.